Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 5 kilovatlik yangi kelgan Deltron litiy batareya bilan 11 kilovatlik gibrid Deltron invertorni ulashni ko'rib chiqamiz. Yangi kelgan Deltron litiy batareyamizdan yangilik communication kabeli bor, zazemleniyasi bor. Zazemleniyani o'zidan ulab qo'ysa bo'ladi. O'zida tochkasi bor, zazemleniya ulaydigan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari Wi-Fi ulasa bo'ladi. Xo'p, birinchi Deltronni yoqamiz. Yoqishdan oldin kabellar ichidan chiqadi, o'zida bo'ladi. Shunaqa kabellar, plus minus. Kabellarni uladik. Krishkasi ham bor. Endi litiy batareyani yoqamiz. Bismillah. Xo'p, endi yonyapti. Endi yongandan keyin Deltron 11 kilovatlik invertorni yoqamiz. Buni yoqishda 5 sekund ushab turish kerak. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Invertorimiz yonguncha communication kabelni ulaymiz. Communication kabelda ham podskazkasi bor. Mana yozilgan invertor и batareya. Batareya degan joyga batareyani ulaymiz. Kan 485 ga. Buni uladik. Voltronic invertor degan joyga invertorni ulaymiz. Invertorga ulaymiz. Bu yerda COM 2. Uladik. Ulaganimizdan keyin endi menyuga kiramiz. Menyudan uychani bosib tursak, menyu chiqadi. Advanced tepaga chiqamiz, advancedga kiramiz. Pastga tushamiz. Mana lip degani chiqdi. Lipga o'tkazamiz. Mana lipga o'tdi. Bo'ldi. Endi qaytib chiqib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, birdan o'qidi. 24% batareya bor deb ko'rsatyapti. Xo'p, endi litiy batareyadan ko'ramiz. Litiy batareyada ham yana monitorida yangilik qildik. Mana ko'rishingiz mumkin. Rusifikatsiya qilingan. Bemalol o'qish ko'rishingiz mumkin. Xo'p, batareyani bosamiz. Haqiqatan 24% ko'rsatyapti. 3 minut ichida invertor tayyor o'qiyapti. Oson va sifatli. Marhamat.